Bobur, qara unaqa katta obyekt emas, lekin 8 kishi ishlayapti. Ko'p emasmi odam? Yo'q, ko'p emas. Nimaga desak, keyingi oyda shu obyektimizda to'y bo'lishi kerak. Aytganimdagi, agarda obyektimizda ish suslashib ketib qolsa, biz brigada qo'shib beramiz. Bugun bolalar hasharga kelib, xudo xolisa shu obyektimizda ish jarayonlari ketyapti. Hozir bu obyektimizda nima ishlar qilinyapti? Bu obyektimizda original travertin toshi effektini bergan polirovkali xizmatimizni qo'yamiz. Kursiyalar bo'ladi. Mehnati juda ham og'ir, bolalarning mehnati ketyapti. Общий fonni молочный travertinimiz bo'ladi. И unsidan kafeyniy rang, oq rang, и polirovka bo'ladi. Effekti xudo xolisa original toshni effektini bergandek bo'lib turadi. Lekin rostdan ham silliqligi ashyo gap yo'q. Original toshga o'xshaydi. Qirralari ham qanaqa bunaqa chiqargansizlar qirrasini? Bu qirralarni, tiyagalarni hammasini sevib turib, ko'rayotgan bo'lsanglar, bolalarning mehnati ketyapti. Shukrki qilib, xudo xolisa qirralarni ham idealniy qilib chiqarib beramiz. Bitgan holatini video qilib qo'yamizmi? Qo'yamiz. Uning uchun bizani kanalimizga obuna bo'lib qo'ysanglar, bitgandan keyin xudo xolisa shu original travertin xizmatimizni ko'rsatib beramiz. Bu yangi trenddagi stil bo'ladi. O'tkazib olmaslik uchun obuna bo'lib qo'yinglar rostdan ham.